Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada Sırgacı Rozi, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islaha 2022 yıl 11. ayının 21. günü. Vaziyet nime desiniz, vaziyet yana sel davalgışka başladı vatandaş. Handaq desiniz, bugün azı 3 saat ilgili yetişkelgen haberde yakında Amerika Koçmuş Ştatlar Devlet Müdafiə Ministeri Avustin bilen şu Şarkı Canubu Asya'da qaysı bir devlette çünkü Devlet Müdafiə Ministeri Veytonqa görüşüdiken deslepti bula bir yol koyuş degендek mavzuladı kelgen idi bu haber. Endi hazır 3 saat ilgili kelgen haberge bir cümle koşuluptu. Amerika avval kol salamdı. Şefacırın deydi Xitayca. Amerika avval kol salamdı diyen. Onun keyin hazırki vaziyet hazır Çin Shao'nun o dağınık obzorçı Xitaylarının işini çıkan şu kişi dedi ki Tayvanlılar derhal kaç. Ki çıkıp kalırsa. Yani Tayvan savcıları Cungo'dan derhal kaç. Bunun 3 saat oldu. Tayvan'dan derhal kaç. Ki çıkıp kalma. Lekin hazır Çin Shao'nun bu şu an bugün davatkan bolsa bu buyruk ne ya ki bu çakırık ne? Menimce Tayvanlılar ki çıkıp kaldı vatandaşı. Allah kaçan ki çıkıp kaldı. O hazır Tayvanlık savcılar Cungo'da olsa hazır o ki çıktı diyen gibi. Kaçış mümkün emez hem. Nimişqa desiniz, yakında bir silahı sözlüdük biz. Tengshin şirketi tügeçtiydik. Tünügüllerden kelgen haberde Mayun Alibaba şirketinin Mayun hazır muaştın biridiğen adetkeler kadrlar maaşlı ştatlık kadrlar biridiğen maaş var o. Şu muaştın mı ayrılıp kalıştığın geri götürdü vatandaş. Ötkellerde sözlülük kooperatif 50. 20. asırın 55. yıldırdaki kooperatif yani kaç gün tertip geldi. Pilallık ilgilik üzükkilerinde o. Daş kaynak yani çoğun kazanın tamığı bu mu endi esik kilen muşunlar dep durduk mu? Endi siz dikkat kıldıgan bir haber var vatandaş. Bunu endi apturi yaki haberini tarqatkan urum istiqlal televizyon istaqatdi. Nemi dedi desiniz vatandaşlar Xitay çıkmadı cuma. Hazır Şinjan Uygur Abdunum rayonida müstemlike Uyguristan'da 9 tane quduq gaz quduğu dedimu yaki hamnepet quduğu mu farklandıramadım. Qanda bu işten qat'i nazar meyli tabii gaz bolsun. Meyli gazımı tabii hamnepet quduğu bolsun qat'i nazar. Bunu Xitayning xususiy şirketlerge setmedi deydi. Hazır men başlayayım dedi vatandaş. Xitayda xususiy şirket Mayun Tengshin tügüdü. Yani qaysi xususiy şirketge setip berdi ya bu ne? Ben bunun birinci qadamda hayran. İkinci qadamda hayran bulduğum hazır Cungo'da ketip atkan siyaset xususiyla mulki bisatı ne? Xususiyla şirket karhanesini devlet ixtiyarı ötküzüleş. Bu dünya nurgun devletler bulup durduğu iş. Cungo Kompartiyası bunda bek amrak bek üstüğü. Bulup durduğu iş. Muşundaq siyaset Cungo'da ketip atkanda Şinjan Uygur Abdunum rayoni müstemlike Uyguristan'daki neft quduqlarını tabii gaz quduqlarını xususiy savdogarlarga yani Xitoy savdogarlarga setip berish deganni qanday tushundingiz vatandosh? Hozir gadirmash bo'lib ketdi mening kallam. Bu yerda bir qaltiq cho'nqir hikoya bordek turdi. Ajoyib cho'nqir hikoya.
Siz aytib beremezmi, aytib beremeyim, lekin bir hikaye var bu yerda. Qattiq çoğun hikaye var vatandaş. Bu şunu bilip öyle, bu şunu his kılan diyor mu? Nemeden direkt biri vatıdı eş? Devletinin siyasi yığıveliş. Xüsusi şirketlerinin mal misal şirket hukuk hemen tartıp eliş. Yani Şinjan Uygur Abnum Rayonu Müstemlik Uyguristan'da xüsusi şahs şirketlerine nefet koduğu ve tabii gaz koduğunu setip beriş degen nemi degen gep vatandaş? Endi yana bir haber vatandaşım. Bu haberimiz nime? Desimiz bugünletin endi Xitay jasuslarının New York şehirde Saqçı punketi qurğanlıq allaqaçan aşkarı olub boldu qo'shlagi matbuot yetib boldi. Andın Amerikada Federal Tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Veray hozir Amerikada nurg'un shaharlarda Xitoyning saqchilar punketi qurildi. Biz bunu bilemiz dedi bunu ko'ring. Bizda chet elde Shvetsiya, Norvegiya, Germaniya, ondan başka devletlerden izlenip yürüptük vatandaşım. İş bir yer iken, bekanımız iken hazır Amerika'da Xitay saqçı punketleri kuruldu deydi. Hem de bununla karta, hem de nöbette Amerika'daki yeni siyaset özgürlüğü aldığımızdaki birinci ayda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi yeni saylangan Davlat Majlisi aldığımızdaki birinci ayda iş tushdi. Ma bayram uyu bu yıllarını tüketip endi aralıkta kelayotgan xabarda Davlat Majlisi Avam Palatası Davlat Majlisida köp partilik yoki köp sonliq partiya deyilgan nom bilan Cumhuriyetçiler Partisi a'zolari parlamentdagi boshlig'i Kevin McCarthy. Kevin McCarthy birinci ayda ihtimallik dedi, belki muqarrarlik içindeki ihtimallik Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palatasiga boshliq bo'lish mumkinligi hozir o'tirg'i chiqdi. Shuning bilan Kevin McCarthy shundoq dediki, Pokis xabarlarga men xizmatga tushgan kundan boshlab agar parlament boshlig'i bo'lib chiqirdigan bo'lsam, Xitoy jasuslarining yoki jasuslik soqchi punktlarining hammasi taqayman amaldan qoldiraman dedi. Bunda biz Xitoy qiratgan siyosatda bir qo'l siyaset yana o'tirg'i chiqsa, u vaqtda prezident Joe Biden bilan moslashib kelar yil 2023-yildan boshlab Amerikaning jungu siyosatida yana qanday o'zgarish bo'lishi mumkin deydigan shunday fikrga keldik vatandoshlar. Buni hozir sizlarga vaziyat o'rnida so'zlab berdik. Mushu. Lekin men shuning hayron, yana takrorlayman, kechiring vatandosh. Mustamlika Uyg'uriston nefti tabiiy gaz. Hozir Xitoyningla emas, butun dunyoni beqiyotgan Uyg'uriston bo'lib qoldi. Undaq desam, mubolag'a bo'lib ketadi, qarab ekan. Kivaztirish, paxta ishlab chiqarish, ozon taloliq, quyosh energiyasi, kristal ishlab chiqarish Uyg'uriston. Serak to'pa 60% serak to'pa Xitoyning. O'tganlar dedik-ku, ishki Mong'oldan chiqadi o qo'roq gap. Uyg'uriston mustamlik Uyg'uristondan chiqadi. Bu serak to'pidan boshqa yana 137 xil ranglik metal. Andın davamlı bizning tilimizga chiqib turadigan hozir dedik. Tabiiy gaz va xam nefit, mushu boyliqlar. Vatandash. Kömürden ishlab chiqarilgan tok energiyasi. Hozir butun Xitoyni ta'minlayotgan gap. Ko'rdingizmi? Tok energiyasi ikkinchi xil bir yaqilg'u. Onundan keyin tabiiy gaz energiyasi, yana uchinchi xil bir yaqilg'u.
Hazır Xitayning butun mamlakatini ta'minlayotgan gap. Men yani şunu aytib qo'yay, Kanadada bir qizning xabarida bir tal g'o'zak, paxta g'o'zigi bir tal g'o'zak $1,5. Sana ne qilya ve şuar olsun Uyg'ur, bir tal g'o'zak. Agar g'o'zak paxta kevaz o'xshagan yillarda 5 chanoq, 6 chanoq bo'lishi mumkin. Paxtaning g'o'zagicha 6 chanoq bo'lishi mumkin. Hozir 4 chanoq deb eng tuvan 4 chanoq deb sanayli bir tal g'o'zak Kanadada bir tal g'o'zak paxta $1,5. Öyle baqa Uyg'ur. Uyg'ur his ve tuyg'u bo'lsa, aql ve idrak bo'lsa hammamiz bir o'ylab baqaylik. Vatandaşa. Ondan keyin yana bir nima? Hozir Pakistan Gwadar portiga tortilgan temir yo'lda qatnash boshlandi. Bu temir yo'l Pakistan, İran orqali O'rta Sharqqa kirdi. O'tganda men ism qo'ydim. Uyg'uriston Yevropa temir yo'li edi. Uyg'uriston Yevropa temir yo'li Londonga berib bo'ldi. Qozog'iston orqali. İki tarafga qatnab chiqqan poyez. Biri Qozog'iston liniyasi, yana birisi Pakistan liniyasi. Bu her ikkili poyez mustamlika Uyg'uristondan o'tadi. Mayli Xitoyning Xi'andan, mayli Beijingdan bo'lsa, qisqasi hammasi Uyg'uristondan o'tadi. Endi hozir Qirg'iziston, O'zbekiston poyez yo'li bu mu ishga kirishtirildi, qachon tamomlandi yoki tamomlandimi? Bilgili bo'lmaydi. Balki bu temir yo'l yani O'rta Osiyoda olqib chiqishi, Kichik Osiyogacha, Turkiyagacha berishi mumkin. Yoki bo'lmasa O'rta Osiyoning o'zida aylanib yurishi mumkin. Ko'rdingizmi vatandoshim? Men 2018-yil degan edim, Xudo soldi og'zimga balki. Uyg'uriston mustamlika Uyg'uriston yaqin kelgusida Qorong'ulikdagi Malakka bo'g'ziga aylanadi degan edim. Keldi vatandosh. Lekin bu yerda yana men sizning samingizga salay, men qayta ta'kidlay, bir kulish, yana biri bu kulishning ichida, kulish deganning ichida g'azabmi bo'ladi, masxarami bo'ladi, jiddiy qarashmi bo'ladi, kulish desili oddiy emas, kulishning mazmuni va vatandosh. Kulishning mazmuni va vatandosh. Nefret qudig'ini yoki tabiiy gaz qudig'ini Xitoy savdogarlariga setib berdi Jungo hukumati tab milliard va 3 milliard dollar dedimi? 30 milliard dollar dedimi? Toz anlayamay qoldim buni. 3 milliard dollarga setib berdi Xitoy. Amaliyotda davlatning siyosat xususiylarga shaxsiylarga zarb berish, shaxsiylarning mol mulkini davlat egaligiga o'tkazilish boshlandi Jungo'dan. Çingshavning apanda qacha, Tayvanlik qach, hozir qaçmasan, qachon qaçsan dedi mana. 3 soat bo'ldi kelgili. Mushu tarzda Xitoy hukumati nima uchun? Nefret qudig'i va gaz qudig'i 9 dona dedi Istiqlol TV. Nemish shaxsiy savdogarlarga setib beradigan bo'lib qoldi vatandoshlar. Allah aklınlarını ziyade kılsın Uygur'a.